Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz Canton Fairdamiz, Guanzhouda. Hozir sizlarga Xitoyda juda ham urf bo'layotgan, ya'ni neonoviy lampalar orqali mana shu O'zbekistonga yoki bo'lmasam SNGga tezlik bilan kirib kelayotgan har xil o'yinlar. Borgan sari yoshlarimiz har xil o'yinlarga qiziqishyapti va mana shu yoshlardan foydalangan holatda bunaqa kompaniyalar shunaqa mahsulotlar ishlab chiqarishyaptiki, bu mahsulotlarning savdosi butun dunyoda realni oshib ketyapti. Hozir orqamda turgan stend e'tibor beringlar. Asosan bularning klienti kim bo'lishi mumkin? Yoshlar uyini mana shunaqa kompyuterning oldini, xonalarini bezatib qo'ymoqchi bo'lgan gamerlar desa ham bo'ladi. Mana shu insonlar shu mahsulotlarning klienti hisoblanadi. Qaranglar, bu yerda nima edi o'yin nomi? Wukong. Wukonmi? Wukong. Game Wukong. Wukong? Wukong. Ko'rasizlar, bu yerda o'yinni chiqarib qo'ygan va mana shu kompaniya aynan o'yinchilar uchun shunaqa mahsulotlarni ishlab chiqaryapti. Bu yerda har xil ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Lampalar, bular hammasi neonoviy lampalarni har xil ranglarni beryapti. Buni asosan kompyuter oldida qo'yib qo'yish mumkin va rangini o'zgartirgan holatda pultda boshqarish mumkin. Yoki bo'lmasam kompyuter orqasida. Va kompyuter orqasida bo'ladigan bo'lsa, xonani polnisi o'zgartirib yuboradi. Bu yerda har xil yozuvlarli ham bor ekan. Bu yerda yozib ko'rsatsa ham bo'ladi. Ya'ni atmosfera xonani ichidagi men juda ham yaxshi tushunmayman. O'yinchilarning o'zim o'yin o'ynamaganligim tufayli menga unchalik qiziq emas, lekin men e'tibor beringlar, mana bunaqa lampalar ham bor ekan, qara. Bunaqa aylanadigan, atrofini nimadir qilib to'g'rilab chiqadi. Bizda bo'lishi mumkin, men biroz aytmoqchiman, o'yin ichida emasman men. Men o'yin bilan unchalik qiziqmaganligim tufayli mana bu yerda plus minus nimadirlar, bu yerda mana hammasi oynada hozir shunaqa. Va yoshlar bunga qiziqadi. Klienti 10 yoshdan boshlab kerak bo'lsa 30, 40, 50 yoshgacha desa ham bo'ladi. Hozir yosh kattalar ham o'sha o'yinga birib ketgan va ko'p ko'raman Xitoy o'zida ham Xitoyda gaming haqiqatan ham populyarni. O'zbekistonda asosan yoshlar va o'g'il bolalar o'ynaydi. Bu Xitoyda chetda qizlari ham farqi yo'q, o'yin ichiga kirib ketgan va bu kompaniyalar mana shunaqa teenagerlar deymiz, yoshlar orqasidan juda ham yaxshi daromad topyapti. Ana endi hozirlar bilan narxlarini ko'rib chiqamiz. Hello. What's about the price here? Can you say what's the price? And this one and this one. Bu narsalar nima uchun populyar deydigan bo'lsa, asosan bunaqa mahsulotlar o'yin o'ynaydigan insonni orqa fonda turadi va xonani yoritganda boshqacharoq o'ziga kayf beradi va mana shu narsadan yosh kayf oladi desa ham bo'ladi. Hozir narxlarni ko'rib chiqamiz. Here 3.94 2,000 pieces. 2000 PS. Okay. $3.90 deyapti. Primerni mana shunaqa narxda bo'ladi. $3.90 qanchalik qimmat? Sen u safar tushunasan-ku o'yinchilik. Вообще arzonmi? Yo'g'i. Necha pul totilishi mumkin O'zbekistonda? Buni-ku mayli, mana ularning 100-150 mingga indamasdan olgan bo'ladi. Chunki xonamni bitta orqaga emas-da, buni shuna xonaga kiryapman-ku, to'rt bitta kichkina xona bo'ladi-ku. Taku devorlarga mana bunaqa qo'yib voyabilar. Kay beradi, qarang, bu tomondagilari ham. Mana shu orqa tomonga qo'yadigan bo'lsa, bular voy. Bularni men o'ylayman, nafaqat o'yinchilar, balki yosh bolalarning xonasida ham ko'proq qo'yadi. Qanaqa zo'r ekan. Ha. Rangi o'zgarib turibdi bu yerda. Zo'r narsa ekan. Montaj qarang. O'ziga tortadi, haqiqatan chiroyli. Dizayn nuqtai nazaridan har xil modellarni ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda yoqib qo'yadigan modellari ham bor ekan. Endi bu asosan uyda dekor uchun ishlatiladigan svetilniklar. Studiya formatdagilar uchun ko'proq. Shunaqa. Lekin mana bu narsalar harflar ko'pincha populyarni bo'lmasligi mumkin. Mana bu yozuvlar turibdi, aylantirib qo'yadi. Tepasiga qo'yadim, hozir kompyuterning tepasiga shu narsani. Ha. Buni приложение orqali, misol uchun gamer bo'ladigan bo'lsa, ismini yozib qo'yish mumkin. Misol uchun Ha, to'g'ri. Sofagazemi deylik, ha? Biz sofagazemi gamer bo'lganida sofagazemi deb yozib qo'yamiz. Tepasiga yozib qo'ysa turadi postoyanni. Ha. Boshqacha vibe berar ekanda baribir. Bu hali xohlagan tusga kiritasiz, o'zingiz xohlagan hissiyotni beradi-da. Shuning uchun bular narxini ham so'raylikmi? How much is one? How much? Narxni siz gapiring. Narxi berishi juda ham qiyin ekan, lekin juda ham sekin ishlayapti bular. 14. 40. Ha, $40 ekan, $40. Qimmat menimcha. Lekin qimmat bo'lishi mumkindir, lekin oladi bar. Agar ismini yozib qo'yishini ko'rsa reklamada, bozor ha, balki shuning uchun. Endi baribir bular ko'proq
kvadrat metriga qarab baholanadi va hozirgi mana shu turishi $40. Agar ismini yozib qaysidir gamer o'zini sharoitini ko'rsatsa, qanaqa o'ynayotganligini va buni qolgan молодой yoshlar ko'radigan bo'lsa, baribir oladi bu narsa. Narx farqiga unchalik qarab o'tirmaydi. Lekin o'yin nimaga populyar bo'lyapti O'zbekistonda? Asosan o'yin orqali yaxshi pul topyapti. Juda ham ko'pchilik o'yin o'ynayapti va o'yin o'ynagandan keyin juda ham yaxshi orqasidan pul ishlab topmoqda. Yaxshi, bu yerda davom ettiramiz. Yana yangiliklarni ko'rsatamiz. Do'stlar, O'zbekistonda ham, chetda ham reklama zamoni realni boshqacharoq tusga kirib boryapti va hozir sizlarga shunaqa mahsulotlarni ko'rsataman. Reklamasini ko'ryapsizlar. Mana shu stendlar, bunaqa stendlarni asosan Xitoydan men почти hamma magazinda ko'raman. Ayniqsa metrolarda ham juda ham ko'p. O'zbekistonda esa umuman yo'q desam bo'ladi. Asosan O'zbekistonda mana shu chorrahalarda katta-katta LED ekranlarni ko'rishimiz mumkin, lekin mana bunaqa reklama holatidagi qaysidir kompaniyani o'zini ofisida yoki bo'lmasa qaysidir kompaniyani magazinida umuman ko'rmaganman. Bunaqa narsalar haqiqatan Xitoyda juda ham populyar bo'lib, bularga talab oshib boradi butun dunyoda. E'tibor qaratinglar, mana shu narsalarni har xil sumkalarni reklama qiladi. Har bittasi bitta o'zini yacheykasi desa ham bo'ladi va agar sizning mahsulotingiz yoki do'koningizda ko'proq bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa reklamalardan foydalangan holatda bu yerda o'zingizni mahsulotlarni ko'rsatib, mijozlaringizni jalb qilsangiz bo'ladi. Qaranglar, haqiqatan o'ziga tortyapti bu yerda. Men yana e'tibor berganim, mana bunaqa bu yerda bu qalinroq versiyasi ekan. Men bu yerda ko'rsataman, men bu tomonda sal узкий yo'nalishda ishlaganlarni ko'rsataman. Bu tomonda ko'rsataydi, bu tomondagini. Juda ham узкий, juda ham yupqa ishlangan ko'ryapsizlar. Mana bunaqa modeldagi reklamalar haqiqatan o'ziga tortadi. Men birinchi kelganimda o'zim shu narsaga ahamiyat qaratdim va dronda bir ko'rgandim. Men dronda tepada xuddi shu narsani reklama qilingan va orqasidagi oynasiz reklama qilingan edi. Va bu yerda hozir men oynasi bilan ko'ryapman. Buni oynasi alohida olinar ekan. Juda ham o'ziga tortadi reklama. Hozir bu yerda ham men Rolls-Royce reklamasini ko'rdim. Realni juda ham zo'r ishlangan va Coca-Cola reklamasi chiqadi hozir. Umuman o'ziga tortyapti-da. Bu asosan LED ekranlarda biz ko'rishimiz mumkin bunaqa narsalarni. Lekin u LED ekranlar O'zbekistonda narxi realni juda ham qimmat. Bitta oddiy tushunishing uchun bitta chorrahadagi narxi katta-katta LED ekranlarni $30-40 ming turadi-da, eng kamida. Buni 1 metr kvadrati $1000 ekan. Tasavvur qilyapsam, mana bu narsa hozir primerni 1 metr kvadratga yaqinlashmaydi. Va bu modelni asosan kichikroq kompaniyalar uchun, o'zini reklama qilmoqchi bo'lganlar uchun 3D orqali juda ham qulay. Ya'ni o'zingiz ofisingizga qo'yishingiz mumkin yoki bo'lmasam shunaqa перекресткlarda qanaqadir o'zingizni ofisingiz oldida, o'zingiz do'koningiz oldida qanaqadir shu narsani qo'yib turib, mijozlarni o'zingiz jalb qilsangiz bo'ladi. $1000 ga menimcha mana ko'pchilik kamida 4-5 million reklama olib turib, qanaqadir chorrahadan oldin reklama olamiz-da, lekin u yerda bunaqa arzonroq ko'rinishda biz o'zimiz ham reklama qilsak bo'ladi. Ya'ni bu shunaqa narsalarga men o'zim qiziqib turibman, o'zimizni produktlarimizni bemalol reklama qila olamiz, mana shunaqa mahsulotlarni olgan holatda. Bu yerda bu yerni yaxshi tomoni qarang, juda ham yengil-da, unaqa og'ir emas. Xitoydan keltirishimiz baribir har bittasiga kilosiga to'laymiz-da. Bular ancha yengil va mana bu ham primerni how many square meters here? 3. Yes. Qarang, mana shu narsani 3 metr kvadrat ekan, narxi $3000. Lekin qanchalik katta bo'ladi, qanchalik ko'p mahsulotni reklama qilsa bo'ladi. Agar siz shunaqa LED ekranlarni o'zimizga olib kelib, shunaqa chorrahalarga qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, katta LED ekranlarni olib o'tirish ham shart emas. Mana shunda 3 metr kvadrati o'zi ham juda ham katta ko'rinyapti. $3000 ga вообще zo'r narxi ham. Shunaqa reklama zamonlari borgan sari o'zgarib boryapti. Biz Xitoydamiz. Xitoydan yangiliklarni ko'rsatishda davom ettiramiz. Hozir biz asosan elektronika fazasida bo'lganligimiz tufayli bu yerda elektronikaga oid yangiliklarni sizlarga chiqarishda davom etamiz.